Assalomu alaykum gruppadagilar. Retseptlarni yozib ketyapman-da. Retseptlarni. Kelinglar, yuzdagi ugrilar haqida ozroq yig'ib qo'ygan retseptlarimni sizlarga ko'rsatayin-da. Hozir agar turpni bargi bor-ku, turpni bargi yoki turpni o'zi bor-ku, sokini chiqarasiz. Tasavvur qildingiz-a? Sokini 1-2 osh qoshiq, 2 osh qoshiq turp soki, keyin no'xat bor-ku, no'xatni uni solinadi. No'xatni uni qaydaradi. Tasavvur qildingiz-a? Qanday sizlarga tushuntiraman. 2 osh qoshiq turp soki qo'shdingiz. No'xatni uni solasiz pasta, ya'ni yuzga surtiladigan ana yuzga surtiladigan holatda pasta holatda keltirdingiz. Tasavvur qildingiz-a? Pasta. Keyin tabiiy olma sirkasi yoki tuz ozroqgina solasiz. Qarang. Solasiz. 15-20 minut turgandan keyin iliq suv bilan yuviladi. Kuniga 2 mahal. Agar ana shu pastaga, mana pastaga ozroqgina kurkuma soling, ya'ni choy qoshiqda uchiga kurkuma solib aralashtirib surting. Ko'zini uyadi, ko'zini. Tushundingizmi? Vo, ichak yaralariga ham aytishim mumkin hozir. Daftarimni topib oldim-da. Tushundingizmi? Allergiyaga nima qilamiz? Allergiyaga ichagingizni tozalaysiz. Qo'shyapman. Hozir aytaman. Allergiyaga bor-ku, magniy sulfat degan nima bor? Ya'ni ingliz tuzi, ya'ni magnezium deyiladi, yana adashmasam, ha? Добрый вечер, добрый вечер. В Almaty есть. Ana shuni allergiyaga ertalab 30 gramm ichib oling, ichingiz yaxshi bo'lib tir bo'lsin. Ichingizdagi hamma narsa ketsin. Ichingiz toza bo'lgandan keyin allergiya bo'lmaysiz. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Aplastik anemiya, yuzma-yuz gaplashishimiz kerak bo'ladi. Aplastik anemiyani. Tushundingizmi? Доброй ночи. Скажите, пожалуйста, лечится ли гепатит? Да, конечно, лечится. В данный момент как грипп. Фу, гепатит С, гепатит Б, Д. Befarzandlar uchun sababini bilishimiz kerak. Menda ham uyqu yo'q 5 gacha. Nimadan u? Qaranglar, uyqu uchun kovrakdan ichib ko'ring-da. Kovrakdan ichib ko'ring, ham erkaklik quvvatini ko'taradi, ham ichak yaralariga, suyak bo'g'inlarga, miya uchun uxlatadi ham. Varikoz малого таза у женщин. Что сделать? При варикозном расширении не надо употреблять в первую очередь говяжье мясо. Вам понятно? Юлдошева, Ильдус Асанбаева. Говядину, лошадину мясо, ни в коем случае. И найдите там в Казахстане очень много наших филиалов, или на базаре где-то найдите настойка конского каштана. Вам понятно? Qattiq kashlab nima qilaylik? Islandskiy mox oling, bozordan chiqib bo'lsa ham oling. Islandskiy mox. Добрый, я иду в Москву. Я хотела спросить, у меня на плечи болит. Zarina, nima haqida gapiryapsiz? Ukam порог сердца. Порог сердца. Qay darajada? O'shani ham bir ko'rishimiz kerak. Anemiya. Mukarram, anemiyaga krapiva, mayiz, ya'ni qichquvit, bu yoqda krapiva deganim, sokini yoki damlamasini bosib turib ichishingiz kerak. Krapiva 1, tысячелистник 2. Ikkovi yaxshi. Keyin anemiyaga anaqa qilishingiz kerak. Qora sedana. Oti nima edi? Qizil lavlagim soki, anorni soki. Mana sizga. 3 yashar qizim kindigidan suv chiqyapti. Nima qilsa bo'ladi? Achchiq bodom yog'ini surtib qo'ying. Lattaga unga botiring, paxtaga botiringda kindigi ustiga bosib qo'ying.
3 yoshli bolani ichiga infeksiya tushib, ichi ketsa nima qilsa bo'ladi? Propolis yaxshi edi, propolis yog'i. Zo'r edi-da o'sha infeksiyani. 3 yoshli bolaga ana uni bo'ymadoron ichira olasizmi? Bo'ymadoron. Yoki anorda achchiq bo'ladi, ich oladimikan? Yaxshi narsalar bor-da o'zi. Ko'kchadagi magazin ochiladimi? Ochiladi. Buxoroy Sharifdan salom. Va alaykum assalom. Ich ko'pishga nimadir ichsa bo'ladi. Ich qotishigami? Video qilganman-ku, yaxshilab qarang. Infeksiya tushib ketsa, 3 yoshli bolani ichiga infeksiya tushib ketsa. Ko'p yaxshi narsalar bor, 3 yoshli bolaga bo'ladimikan? Propolis yaxshi edi-da, propolis. Qarang, 3 yoshli bolaga achchiq ermonda damlab turib ichirib yuboring yoki korni aerobolotного, vo, esimga tushdi. Ana uni yoki deviasil, korni deviasila, ana uni o'zbek tilidagisi, hozir aytaman. Oti nima edi? Korni deviasilani, deviasil ismini chiqib ketdi. Bozor to'lib yotibdi, g'irt-tekin, sal achchiqroq. Tushundingizmi? После ангины терфлю и немесил пил. Аллергия на теле уже 3 года. 3 раза такое. Понятно. Дерматит дюринг. Как лечить дерматин дюринг? Дюринг это что? Ну, дерматит знаю. Но дюринг. Я почитаю, хорошо? Fibroadenoma tuzatasizmi? Avvalambor shifoni Alloh beradi. G'am yemang. Fibroadenomangiz tuzaladi. Kelishdikmi? Telefon nomerini yozing, fibroadenomaga dorini beradi. Maqsudova, fibroadenomadan keyin bilasizlar nima bo'lishini? Oxirgi bosqichda turibsiz, keyin onkologiyaga o'tib ketmasin. 93 kod bilan 5 786 786. Qisqacha savollar ko'payib ketdi. Saharni diabet birinchi tipdagilar. Qarang, birinchi tipdagi saharni diabetga video qo'ydim. Xelba bilan kashnich urug'ini. Voy, ichib ko'ringlar, baraka topkurlar, ichib ko'ring. Masalan, hozir bir dunyo, masalan, birinchi saharni diabetga dorimiz bor, qimmatroqda. Shuning uchun siz Bahromova, o'shani ichirib turib ko'ring, bolangizgami, o'zingizgami. Mioma, giperplaziya, ozroq qon kelyapti. Qonni srochni to'xtatish kerak. Giperplaziya, dila, giperplaziya haqi ana o'ynashmang. Xo'p? Dila, hozir telefon nomeri aytdim-ku. O'shanga telefon qiling, xo'p? Shogirdimiz bo'ladi. 93 kod bilan 5 786 786. Giperplaziya ozroq qon kelishiga tezgina bo'ymadoron iching, krapiva bilan qonni to'xtatish kerak. Keyin boligolovni ichib boshlang. Boligolov. Vitinolni necha oy ichish kerak? Birodar, imkoniyatingiz yetsa, oq-dog'ingiz yo'q bo'lib ketgunicha. Jigarim yo'q bosib, terimni narsalar toshgan. Birinchi navbatda Bahodir nafsni boshlang. Yog' bosganga video qilganman, agar oshqozoningiz yaxshi bo'lsa. Siz videoni ko'ring. Suyak yemilishiga nima maslahat berasiz? Suyak yemilishi Xudo xohlasa, chuvalchang kapsulasini ishlab chiqaramiz. Boshqacha variantda juda tez ta'sir qiladigan va arzon. Hozircha borini ichib turing. Когда делаете свечи для миомы, немножко осталось на процессе. Uyqu uchun dori boshqatdan ko'rsating. To'g'ri. Ichib ko'ring. На той неделе вы сказали, ответьте during ты. Сериал Кузы, а ну-ка выходите.
Выйдите сюда. Сестра, кроме вас, у меня знаете, сколько человеков? Выходите, покажите ваш... Здравствуйте. Здравствуйте. Я еще выходила с вами в эфир на ту неделю еще. Сказали, Угу, да. угу. Покажите Завтра ваш будет. дюринг. Это не у Дюринг. меня, это у мамы. Она у себя дома. У себя сейчас. Сестра, знаете, сколько работ у меня? О. Дерматит дюринг. Фото. У нее тут, знаете, на теле вот эти, вы сказали, пузырчатка. Да. Извините. Да, извините. Потому что у меня отдельно пузырчатник был, это да. Пузырчатка. Пузырчатка. Все, понятно. Я вспомнил вас, сестра. Я сейчас напишу в данный момент. А мы ждали вас. Вот, Но, терпение сестра, не вышло. извините, знаете, через минуту я могу забыть, кому что обещал. Э, было у меня. Мне надо... Смотрите, сестра. Я вам в Телеграм написала, но В зачем? Телеграме, кроме вас, у меня знаете, сколько человеков? Все пишут, ответь мне, ответь мне. Ну, я тоже человек же, сестра. А так пишут люди, ну ответь мне, ответь. А все видео есть, которые я хочу ответить, все они, все видео есть в Инстаграме. Они отдельно хотят, чтобы им ответить. Это же время, сестра, а время, это, знаете, моя жизнь это. Так, пузырчатник, так. Хорошо, сестра, почитаем. Когда теперь можно узнать? Ждите? Выйдет, да? Этот видео. Да, Что-нибудь. конечно. Вы пишите комментарии, хорошо? Все хорошо. Хорошо, сестра. Спасибо. Ko'kchada ochiladi, ko'kchada. Toshkentda yagona ofis bo'ladi. Toshkentdagi ofislarga men aloqam yo'q endi. Murodullo bildilaringiz, Toshkentdagi har bir do'konda men umuman aloqam yo'q. Eslab qolinglar. Uzr, chatka. Все. Помогите, ферритин повышен, АЛТ, АСТ тоже повышен. Ну, помогите, пожалуйста, помогите, жир, застой, печень, жир, селезенка. Исламова Гульджахан, а ну-ка выходите сюда. Много употребляете лишнего. Пить ковра, полипы. Да, конечно, можно, Зайнаб. И болиголовку тоже пейте с торпедой. От непроходимости матки, что можно сделать? Знаете, э, 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 почти сотни, давайте не будем, минуту, сотни женщин забеременели при бесплодии. Обыкновенный отвар, при непроходимости маточным, отвара лука. Пожалуйста, вы делали это? Э, Здравствуйте. Здравствуйте. Какой был вопрос? АЛТ, А, АСТ. Вес какой у вес. вас? Вес? Это у мамы. Мама сейчас похудела. Вес у нее сейчас 66 вес. Это нехорошо. У нее было 78, вот так 86 был вес. Это нехорошо. Ей сказали диету, она сейчас не кушает, но только Что она ест употребляет? пшен, овсянку на воде, Хорошо. бульон. Хорошо. Бульон, воды много пьет, расторопше пьет, Хорошо. торпеду Откуда пьет. вы? С Ташкента. Ташкент. Ну, сколько месяцев уже она? Dilmurod Yusupov sizlardami torpeda olganim? Dilmurod Yusupovni tanimayman. Уже с лета болеет, у нее желтизна была. Мы думали, может, гепатит у нее, ей 58 лет. М. Гепатит И был? Вы из м, Ташкента. Сколько пили торпеду? ну, где-то месяц вот так. Продолжайте. Продолжайте.
Еще что можно пить? И врачи тоже лекарства прописали, сказали, в печени какой-то вирус есть. Торпеда это решит, иншаллах. И еще, если возможность есть, смотрите, для открытия закупорки, я вам научу. Овес, овес на 2 Угу, литра, да хоть на угу, 3 литра, не имеет значения. Представили, да? Овес, угу, промыли, один стакан. И прокипятили около часа. Представили, да? угу, Да, открыли. Потом кипятите, кипятите. В последнем времени, после 45 минут, давайте так скажем, да? угу, Добавьте туда корни цикория. Найдете, я угу, знаю. В Ташкенте в базаре очень много. Корни цикория самые хорошие, открывающие закупорки в печень. Вам понятно? угу, Ну, 1 столовая ложка. Добавили корни. Ну, столько, да? угу, Добавьте потом корни одуванчика, корни лопуха. Столько-столько. Вам угу. понятно? В И день немножко сколько пить? барбариса. И немножко барбариса. Угу, Прокипите 15-20 минут. Потом процедите, чтобы она пила. Вам понятно? Вот вам угу. еще. Договорились? Это в день сколько раз? 2 раза? Ну, да хоть 3 раза. Сейчас мама Можете мясо, еще. мясо Можете. тоже Мясо не ни в коем кушает. случае. Ага, Мясо ни в коем случае. угу, Договорились? да. Хорошо. Можете этот отвар, весь отвар, в блендер и перемолоть. Угу, Понятно? Если корни так мягкие станет, если можно перемолоть, угу. хорошо. Потом процедите, и чтобы она столько-столько. Как смузи, Договорились? да, пить? М? Как смузи будет. Угу. Желательно. Договорились? Да, а еще, как может, какие-то лекарства надо у вас взять? Просто у нее желтизна тоже. Из-за Желтизна? желчи. Да, Да. А уже камня нет в повторно, желчном 3-й пузыре? раз. Камней нет? Нет, Так, найдите. застой. Найдите. И, в селезенке тоже, возможно, у него селезенка опухшая. Да, увеличенная. Срочно найдите кору корней каперсов. Вам понятно? Угу, угу, И еще черная желчь, очень много у нее. Найдите, я вам телефон номер дам, продиктую, напишите, угу, заказ сделайте по велику, по велика. Вам угу. понятно? Да, По велику это на узбекском языке сарах чермоух. ага, По велику и корни каперсов. угу, Это самое лучшее для этого. Как сделаете? угу, Э, э, Прокипятите 5 минут кору корней. Ну, 1 столовая ложка на 200 грамм. Прокипятить, прокипятили, да? В конце угу, добавьте чайную ложку измельченную по велику. Добавили. угу, Договорились? Чтобы она угу. заварилась как чай. Да, Настоять, процедить и давайте пить. 3 ага. раза в день или отдельно. Это самые лучшие открывающие закупорки селезенки. А, Договорились? хорошо. А номер Все. телефон? Узбекский язык знаете? Да, Да. 91 kod bilan ага. 778 1225. 770. 8 А, 1225. ага, рахмат. Tushundingizmi? Ага, Хорошо. хо'p, rahmat. Все. Хорошо. Будьте здоровы. Rahmat. Так, lегкий tubерkulyoz nima maslahat berasiz? Mana uling torpeda oldim, chuvalchang hozir 1 minut ulyapman. Jahl qilmang, ey. Kim sizga yo'q deyapti? To'g'ri? Shporaga umuman aloqasi yo'q uni. Легкий туберкулез, медведки, бомба, медведки и прополисное масло или настойка прополиса. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bo'ladi. O'sha kun ayamga dori olamiz deb aytuvdim. Mhm. Oldik, lekin shporaga ta'sir qilmaydi deyishdi-da. Aytdim-ku, Shoshmang. tomirlari og'riyapti. Shoshmang. Shporamikan?
Ha, rentgen qilishdi. Doktorlar ham Baraka shpor. toping, to'g'ri, shporaga umuman boshqa narsa. Ha, Shporaga. Chunki shporaga video qilganman, e'tibor bergan bo'lsangiz. ha, Shporaga dengiz tuzini tengma-teng aralashtirish, pishtirish kerak. Siz bir-biriga unday bog'lamang. Haqiqatdan yo'q, shporaga foydasi yo'qda. massajlar foyda bermaydimi? Beradi. Boshlanishi Не kerak. только massaj, uni baklashka bilan urish kerak, qasirlatib sindirish kerak tuzni. Ana zarari yo'qmi uni urishi? Yaxshimisiz, tinchmisiz? Hozir biza tarpeda oldik bir kursini, chuvalchangni ham qo'shib olib berdim-da. Hmm. Suyaklariga ta'sir qilsin. Suyaklariga yaxshi, tuzni yo'qotish kerak. Shporaga yana yordam beradi. Simichkani ildizini qaynatmas. Ichsinlarmi? Yo'q, Ha. kezmatsin. Yo'q, hozir bu bilan birga chuvursinlarmi tarpeda bilan? Tarpeda hali Qaersin? Suvni o'rniga ichadi-da, choyni o'rniga ichadi. nimani ildiz dedingiz? Simichkani ildizi. Ichgan ildizi. Keyin aytdim-a, asal bilan nimani tengma-teng qilib tovoniga bossin deb, kechqurun. Ha, uni qilyaptilar. Tamam. Chuvalchangni keyin kovrakni nimasini, shirasini topdik. O'shani ham bog'lasalar bo'ladimi? Yo'q, shart emas. Cho'lchang ana kovrak. Siz o'sha kun aytgandingiz-a, men xabarim yo'q. Kovrakni tovon tagiga bosish. Undan xabarim yo'q. Rosti. Yo'q. Bo'lmasa ichaversinlar. Hop, mayli, rahmat ketaman. Hop, Salomat bo'ling. rahmat. Tak. Dilmurod Qurbonov sizlardan emasmi, qahramon aka? Bizni ustoz mahsulot original degani. Qarang, Sardor Mahsuna. Hozir bu yerda ko'p narsani gapira olmayman. Ustoz deganim orqadan pichoq uradi-ku. Nima deydi? Shunday bo'ladimi? Endi vaziyatni ko'rib turibsizlar-ku nima bo'layotganini. O'sha ko'p narsadan xabaringiz yo'q. Dilmurod Qurbonov bilan umuman ishlamayman. Dilmurod Qurbonovni знать не знает endi. Men haqiqiy erkak. Inson bilan ishlayman, inson bilan. Tushuntir oldimmi? Enurezga video qilganman. Kakva, assalomu alaykum Bulotoqa kakva. Ugriga qalay yemduga bo'ladi. Ugriga hozir efirda boshida aytib o'tdim. Efirda boshida. Что делать при артрите? При артрите куркумин, хорошо. Kurkuma peyte. Oddiy quruq yo'talga nima qilsa bo'ladi? Sholg'omni qaynatib yoki sokini iching. Bir qaynatib olib. Boshimdagi ugri toshib ketdi. Iltimos maslahat bering. Boshdagi ugriga yozib qo'yganman. Boshdagi ugrilarga no'xatni unini olasiz, semizotni olasiz. Semizot sokini chiqarasiz-da, semizot sokini chiqarib, ichiga no'xatni unini qo'shasiz. Ozroq tuz va ramashka damlamasini aralashtirib, assalomu alaykum assalom. Ramashkani damlamasini aralashtirib, boshingizga yopasiz. Tushundingizmi? Здравствуйте. Urug' foizi 0 nima qilsa bo'ladi? Ko'rish kerak. Zuluk terapiyasi, ya'ni grudoterapiya deydi. Grudoterapiya. Buxoroda yaxshi bir tanishim bor. Telefon nomeri 99lik kod bilan 940 1171. Ko'kragimda mastit bor, og'rig'i juda kuchli. Hozir davo ayting. Piyozni olasiz, piyozni duxovkaga pishirasiz. Pishsin duxovkaga. O'shani olasizda to'g'rab yoki bo'tqa qilib yoping. Tushundingizmi? Karomni bariga bo'tqasini qo'yib yoping. Mana sizga.
Erta oq soqolga qarshi nima maslahat berasiz? Oq soqolgami? Farishtalar o'ynaydi. Har bir oqargan soqolingizga nima qilasiz? Oqarsa oqaribdi. Shu ham muammomi? Odamlar nima dardda? Sizni soqolingiz bilan nima dardda? Kuygan yerda tirtiq izi qolmasligi uchun nima yoqsa bo'ladi? Bola 10 oylik. Ana uni g'oz yog'i yoki tuxum yog'i. Bo'tako'z, tushundingizmi? Yeyishni emaslar. Menda osteoporosit ichish tartibini ayting. O'ting, operatsiya yechimi bormi? Ayda paropraksit agar o'ta chuqur bo'lib ketgan bo'lsa, operatsiyasi iloji yo'q. Lekin ichilish tartibi, baraka topkur, og'izdan ichasiz mana bunday qilib. Nima tartib? Nimani aytyapsiz tartibini? Ulbala, salomatsizmi? Bu sahrga torpeda nastoyka, sahrga trava ishib juribmiz. 1 oy bo'ldi. Sahr qalay tursa bo'ladi? Chiqingda siz, ulbala. Выходите, напрямую поговорим. Острый язва, подорожник yoki tuxum yog'iga ozroq zaytun yog'ini aralashtirib 1 choy qoshiqdan 2-3 mahal ichishingiz ham mumkin. Yoki tuxumni yuting, och qoling, tuxumni faqat oqini yuting yoki bedanani tuxumini yuting. O'lmaysiz. Ikkitasini urib olsangiz qorningiz to'q yuradi. Tushundingizmi? Qizim 8 yoshda Gaymarit 100 marta aytganman Gaymaritga. Qizillavlagini soqini tomizinglar deb. Glandadagi oqlarni qanday davolaydi? Glandadagi yiringlar, imkon bo'lsa o'ldirib tashlash kerak. Ya'niki kesib emas, baraka topkur, ana yiringda chiqarib oladi-ku. Va alaykum assalom, Batir. Qalaysiz, yaxshimi? Reno, sistema sklerodermiyaga davo ayting. Zarnigor, chiqing deb yoqqa. Abdu, bu kasallik yechimi bor degandingiz. Qaysi kasallik? Воспаление пищевода. Как вылечить? Воспаление пищевода. Ромашка обыкновенная. Ромашка. Если добавите календулу лекарственную, это уже бомба будет. Алло. Assalomu alaykum. Ва алейкум ассалам. А ну-ка, русский язык знаете? Русский, да, знаю. Хорошо, давайте. Рейно, болезнь Рейно. Это когда в холодные времена вообще белые будут. Вот здесь. Да, у меня такое. Откуда вы? Я с Алмалыка, город Алмалык. Алмалык это... shahridan. Tosh, o'zbekmisiz? O'zbekmisiz? Ha, o'zbekman. Nima bo'lmasa ruscha gapirib yotibsiz? O'zingiz aytdingiz-ku. Ruscha bilasizmi? Dedingiz-ku, ruscha gapirdim. Хорошо. Olmaliq. Torpedani olasiz. Tushundingizmi? Torpedani olasizda, undan keyin bitta telefon nomeri aytaman. Yo'q. Bitta telefon nomeri aytaman. Dumaloq granulalik chuvalchan kapsulasini olasiz. Tushundingizmi? Da. Mendachi ham kechirasiz, sistemniy sklerodermiya ham qo'yildi-da tashxis. Qarang, Reynodan keyin bo'layotgan kasallik bu. Reyno o'sha boshlanishi, sistemniy sklerodermiya uni davomi. Shunday deb tushunaylik. Da. O'ylamang, yaxshi bo'lib ketadi. Bilasizmi meditsinada buni davosi yo'qligini? Ha, 1,5 yildan beri hozir davolanyapman. Yaxshi bo'lib ketasiz. Garmon ichyapman, shunday garmon ishirib yuboryapti yuzimlarni. Telefon nomerini yozing.
Yoz. Ayting. Dumaloq granulalik chuvalchang kapsula olasiz. Tushundingizmi? Tak. 91 lik kod bilan hozir 91 lik kod bilan 412 Yozdik. 17 47 12 40 412 12 47. Yozdim. Tak. Tizza nekrozi ham tashxisim borda, operatsiya degandi, hozir 2 oydan buyon operatsiya qildirmasam, O'shan ichasiz. plazma qildirib yuribman. Bo'ladi, shundami? 412 91 lik kod bilan 412 12 47 da. Keyin ikkinchisi 412 91 lik kod 412 12 48. 412 12 48. Da telefon qiling. Telefon qilasiz, o'shalar jo'natadi. Dumaloq. Tushundingizmi? Tushundim. Хорошо. Rahmat kattakon. Tizza nekroziga ham bo'ladi, a? Bo'ladi. Mana qarang. Protivоспалительный ko'proq ya'niki zig'ir urug'i, kunjut urug'i, chiya urug'i, mosh urug'larini ko'kartirib, yeng baraka topkur. Хорошо. Rahmat kattakon. Mana qarang, do и после analizlar bilan ko'rsatasiz yaxshi bo'lganingizdan keyin. Ya'niki qo'lingizda rasmi, ko'rsating qo'lingizda, biz ko'raylik qani. Hozir yaxshi, ko'kargani ketdi. Hozir nekroz bilan olishyapman. Tizza nekrozlari bilan. Хорошо. Bo'pti. Rahmat, omad sizga. Mayli. Ulbala qo'shinishchi. Ulbala. Xo'p. Allo, qani, nima chiqmayapsiz? Qani, hamma Shaydo chiqing qani bu yoqqa. Assalomu alaykum. Assalom. Necha kilosiz? Voy, gapirsam yig'laveraman hozir. Jilamay, nima? Eringiz haydayaptimi? Voy, 118 kilo bo'pman. Nima? 118 kilo. O'ylamang, ozdiramiz. O'zi bo'yim 1.55. Dumaloq bo'lib qolibsiz-ku. Men qarang. O'ylamang, ozarsiz. G'am yemang. Men qarang, ishtaha qanday? Ishtahamda unaqa nima bas, ko'p yemayman. Nima, eringiz urishyaptimi? Allo. Yig'lamay gapiring, bildi. Dumbaloqqinalarni yaxshi-ku, dumbaloq bo'lib yursangiz. Allo. Men qarang, siz zobingizga ish tekshirtirdingizmi? Siz asabiy emasmisiz mabodo? O'zicha ozgina unaqa asabim nima-yu, unaqa asabiy emasman lekin. Vodiydamisiz? Allo. Anavingiz yo'q вообще internetingiz. Kimdir ulanib qoldi. Kim ulangan bu yerda? Yo'q, hech kim ulangan yo'q. Mayli, kimdir ulangan bo'lsa ham siz gapiring. Yo'q, asabiy emasman.
Unaqa nervjit qilavermayman. Endi vaqti Yaqinda Xudo xohlasa anov chiqaramiz. Ozdiradigan choy. Xo'p? choylarni ichdim, hamma choylarni ichib ko'rdim. Ozmayapsiz. Ozimayapman, fitnesslarga bordim, suzishga bordim, parhez qildim, hamma narsa qilib ko'rdim-da. Ozimayapman. Bir 2 Nima kilo, 3 kilo tashlayman, bo'ldi. Yetib ozimayman. Tuxum bilan apelsinni qilib ko'rmadingizmi? Tuxum bilan apelsinni qilmadim, limonni, limonni Keling, bunday qilamiz. Eshiting. Bo'ldi, eshiting. Tuxumni chala qaynatasiz, ichiga sarig'i qotmasligi kerak. Tushundingizmi? Mhm, Xohlaganingizcha o'shandan yeysiz. Xohlaganingizcha. mhm. Xohlaganingizcha apelsin yeysiz. Och qolgan paytingiz faqat meva sabzavot, ko'proq karam. Och qoldingizmi, ikkita olmani yeb oling. Bir oyga 10 kilogacha ozasiz. Tushundingizmi? Tushundim. Boshlaymizmi? Xudo xohlasa. Bo'ldi. Siz 60 kilo bo'lgandan keyin menga kelib aytasiz. Xudo xohlasa emas. O'ylamang ichiga olov. Balkim eringizga yo'qayotgandir shu do'mboqqinalik. Mazza-ku. Yo'q, u ham indamaydi, o'zim tushkunlikka tushib ketib Nima qolyapman. tushkunlikka tushasiz? Nima qarang, erkaklarning ichida gap bor-da. O'ylamang. Xudo xohlasa. Bo'pti. Tak. Tillo, sizni ulayapman. Zara, хорошо. Ulayapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalom. Yaxshimisiz? Eshitaman sizni. Gepatit, surunkali gepatit B'ga nima davo berasiz? Tavsiya. Torpeda iching, torpeda. Алло. Tushundingizmi? Здравствуйте. Сейчас, Original minutu, sestra, minutu. Aha, Eshitdingizmi? eshitdim. Qayerga olib chiqsak bo'ladi? Qayerdan? Qayerliksiz? Toshkent viloyati Piskentdan. Nima? Toshkent viloyati Piskentdan. Ha. Toshkent, Piskentda filialimiz bormikan? Piskent o'zi qayerga? Bilmayman. Olmaliq, To'ytepa atrofi. Uzoqroq ekanda, 2 soatlik yo'l o'zi ham, ha? To Toshkent Da. o'ziga kelguncha. Da. Sizga qaysi? Andijon yaqin emasmi, Namangan? Toshkentda bo'lsa Toshkent yaqin menga yo'lchicha. Farxatskida do'konlar bor, kerak bo'lsa. Tibmetmi? Menimcha shunday bo'lsa kerak hozir. Bu originalmi deb so'ramoqchi edim. Biz u yoqdan olib Da, yo'q, chiqamiz. do'konning ichida original bo'ladi, do'konning ichida. Aha, Do'konning ichida. Kelishdingmi? kelishdik. Rahmat sizga. Keyin bitta video ko'rsatdim, ana uni arpa nima qilib efirda qayta ko'rasiz. Kerak bo'lsa, o'sha jigar uchun o'shalarda aytganman, ya'niki tsikoriy, ya'niki sachratqin tomiri, advanchik, o'shalarning tomirini zo'r yordam beradi. Tushunarli. Rahmat sizga kattakon. Bo'pti. Mayli, salomat bo'ling. Xo'p. Так, здравствуйте, я слышу и вас. Здравствуйте. Я хотела по поводу рака мочевого пузыря вас спросить. У моего отца рак мочевого пузыря. Мы хотим его к вам отвезти Откуда вы? из Таджикистана. Таджикистана. В каком состоянии он в данный момент? Ну вот его уже 3-й раз оперируют. Ну, снова и снова выходит этот. Что оперирует? Мочевой пузырь не оперируется же. Ну, не знаю, здесь доктора сказали, что это срочно нужно удалять. И с помощью лазерной операции же есть. Такое оперируют его уже 3-й раз.
Да, надо, это серьезная тема. В данный момент, когда мы откроемся, ну, возможно, неделька останется, или если есть возможности, не надо отца, потому что ему не надо много двигаться, сил потерять. Хорошо? Угу. Давайте я вам телефон, номер напишу, вы скриншот сделаете сейчас, хорошо? Угу. На этот номер на русском языке, вот, скриншот сделайте. Вот сделала. Вот, плюс есть вот здесь. Понятно? Ага. Да, да, понятно. Позвоните днем или сейчас, или если она в данный момент не уснула. Хорошо? И локацию, и Мгм. все Мы к вам можем документами. отвезти его, да? Вы можете нас Да, принять? да, да, да. Они позвонят мне, мы встретимся. Договорились? Хорошо. Мне отца не надо, да, туда отвезти? Я сама Мне могу к только вам ходить, да? анализа. Если отец такой, если Он не в будет, состоянии, ему хорошо, плохо. хорошо, хорошо, хорошо. Ладно, сестра. Ладно, Буду спасибо. ждать. Буду Хорошо, ждать. я вам позвоню. Хорошо, спасибо. Хорошо. Болезнь Крона можно вылечить. Bel og'ri Shuhrat ko'p yozyapsiz. Said Nazarov bel og'rini sabablari ko'p. Protruziyami, tuz yig'ilganmi, shamollaganmi, radikulit, grijami. Shuhrat, bel og'rig'i ham o'zidan o'zi bo'lmaydi-da. Когда седалищный нерв болят, что надо делать? 640. Откроем 640 параграф. Так, смотрите. Седалищный нерв. Тысячелистник. Органы сустава. 640. Отвар его полезен при разрыве мышц и при хроническом, трудноизлечимом воспалении седалищного нерва. Вот вам. Пейте на здоровье тысячелистник. Вам понятно? Еще снаружи горчичницу снаружи. Или агава. Есть такое растение агава. Агава американская. Сейчас покажу. Американская агава. Фото. Вот такое растение. Во. Это растение есть. Агава, напишите, это домашнее растение в данный момент. В горшке можно вырастить. Внутри есть сок, слизь. Это возьмете и растерение делаете. Воспаление пищевода. Как правильно пить ромашку и календулу? Подскажи. Брат, Назир, так пейте ромашку. Вот так. Что еще? Что я могу сказать? Ну, отвар сделайте или завар, как чай, и все. Здесь трудностей нет, брат. Ну, как пить, как пить? Изо рта пить. Не клизму делаете же. И Alloh WhatsApp'dan javob bersin. Onamga olib bergandim, argon foyda bermayapti. Abdulloh, chiqing qani. Hech qolmaysiz siz. Sizga ulang aka. Mamov, ulayapman. Ich qotishga dumaloq chuvalchang dori Nukusda bormi? Bor. Kapsulaligi ham bor, boshqasi ham bor. Bormi og'riq? Yo'q og'riq. Suf-kuf ketdi og'riq.
Onamga argon olib berganning foydasi bermayapti. Joliyev, chiqing qani yuqoriga. Argon hozir sotuvdan chiqarib taylaganmiz-ku. Jovliyev, siz-a? Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima uchun olib bergandingiz argonni? Tizzasi og'riydi-da. Tizza yem. Qancha vaqt ishda? Hozir 1 oyga yaqinlashib qoldi-da. Birodar, 1 oy. 1 oy juda kam muddat. 1 oy juda kam muddat. Siz yuqorida bitta telefon nomer aytdim-a? 91 kod bilan 412 12 48 412 12 47. Telefon qiling, dumaloq ana bor, cho'lchan anasi bor, granulasi bor. O'shandan olib bering. Keyin kovrakdan olib bering. Xo'p? Ha. Kelishdikmi? Tim bo'lib 1 oy deyapsiz. Siz mo'jiza so'rayapsiz bizlardan. Ha. Bu mo'jiza. Bu qancha vaqtda foydasi bilinadi, Qahramon aka? Organizm har xil, birodar. Onangizni vesi bo'lsa, osteoporoz, ya'niki hayot tarzi bilmayman-ku qanday bo'lgan. Kimgadir 1 hafta, kimgadir 3 kun, kimgadir 1 yil. Birodar, men uni sizga aytib bera olmayman. Odamlar organizmi har xil. Ha. Shuning uchun bizlar argonni sotuvdan olib tashladik. Bizning do'konlarimizda birortasida yo'q. Nimaga siz reklama qilib chiqqansiz-ku, Qahramon aka? Sizga ishonib olaman. Men ochiq reklama qilmayotganim 6-7 oy bo'ldi, birodar. Oxirgi marta qachon ko'rdingiz? Bilmadim, lekin internetda sizni ko'rib olganman. Internetda meni videomni qayta aylantirishyapti. O'zi sutga berishim kerak hammasini. Demak, u argonni foydasi yo'q-da. Yo'q, foydasi yo'q deb ayta olmayman. Kimgadir foydasi tegyapti, kimgadir foydasi tegmayapti. Menga foyda tegayotgan narsa kerak. Foyda tegayotgan и всё. Qanday dori maslahat berasiz siz, Qahramon aka? Cho'lchangiz dumalog'i bor hozir. Tozasi. Hozir o'zim ham chiqaraman, xudo xohlasa, 100%ligini. 100 ichiga boshqa narsa, unisi, bunisi aralashmaganini chiqaraman o'zim. Ozroqgina sabr qiling. Xo'p. Xo'p. Hozir tayyori bir Qozog'istondan kelgani dumaloq. Vo, 100%ligi. Uni o'zimiz qilamiz bu yerdan, O'zbekistonning ichida. Qonuniy qilamiz. Kelishdikmi? Bo'ldi aka. Bo'pti, birodar. Salom. Rahmat. Yashang. Joningiz sog' bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat aka. Tarbiyada uchuvdim, oshqozonimda yaram bor. Yaram bor. Astmaga davo. Astmaga Gren parfyumi. Astmaga juda ham ko'p video qilganman. Yaxshilab bir qarab chiqing. Keyin astmaga dori chiqardik. Astmaga. Hozir astmamisiz, dorini sizga bepul beraman. Ichib ko'rasizmi? 2 donadan 3 mahal astmatiklar, bronxialni astma 2 donadan 3 mahal ichasiz. Bepul beraman. Rezultatini ayting. Qayerliksiz? Rohila bronxialni astmaga bepul beraman. Tushundingizmi? Menga rezultatini ayting. Sertifikatingiz bormi? Qanday sertifikat? Jinni bo'ldingizmi? Menga sertifikat kerak emas, birodar. Xohlasangiz sertifikatli tabiblarga boring. Men tabibman dedimmi? Turayeva bashoratmi? Yuqoriga chiqing-da. Men siz bilan bir gaplashay sertifikat haqida. Yuqoriga chiqing qani? Asal qo'shsam bo'ladimi? Bo'ladi. Ne dedi? Nima dedi? Alo. Kimga sertifikat kerak? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim sertifikat so'radi? Sizmi? Bo'yicha sertifikatlaringiz bormi?
Nima qilish bo'yicha? Maslahat berish bo'yicha. Xohlasangiz maslahatni oling, xohlasangiz olmang, birodar. Sizni hech kim majburlayotgani yo'q. Tushunarli. Tushundingizmi? Tushunarli. Sudga bering mana, sudga. Xo'p. Hal qilib olasiz. Sizning haqqingiz yo'q. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Sertifikat. Astmaga dorini qayerdan olay? Qayerliksiz? Mana astmaga dori beraman bepul. Bepul beraman. Ichib yaxshi bo'ling, ayting. Keyin necha puldan qilaylik astmani dorini? Ayting. Qonuniy boyagi yuqorida chiqdi-ku sertifikat bormi deb. Qonuniy sertifikatlangan dori BAT. Yo'qol sertifikatchi deyapti. Eshitdingizmi, birodar? Toshkent demang. Grape parfyum, хорошо. Sizga dori bepul beriladi. Bu BAT. Baraka topkurlar, BAT. Qonuniy chiqqan sertifikati bor BAT bu. Men sizga kapsulasini ko'rsatyapman. Хорошо? Toshkentlik bo'lsangiz, telefon nomeringizni yozing. Men sizga telefon qilaman, dorini bepul qilasiz. На русском языке говорите, пожалуйста. Ну, если на русском языке будут вопросы, буду отвечать. Telefon nomeringizni yozing. Острый язва. При остром язве картофельный сок 3 раза в день. По 50 или 100 грамм. Хорошо? Ikkishini ulayapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ham shu bir 2 yil bo'ldi vitinol 3 oy ichdim. Nima qilish kerak? Iltimos javob bersangiz. Nima qilish kerak? Ichish kerak, surtish kerak. Tarpeda ichdim. Aha. Undan keyin vitinol ichish kerak dedilar. Hozir 3 oy ichdim. Yaxshi. Xo'sh. Hali Savol nimada? Foydasini ko'rganim yo'q. Hali yana ichsam ziyoni yo'qmi? Ichib ketaveray. Qayeringizda? Qo'lingizda bormi? Qo'lda, gilamni qo'lda bor. Eshiting endi. Men efirlarda aytganman, keyin video qilganman. Qo'lda terisi, ya'ni ki barmoqni terisi qalin. Tushundingizmi? Aha. O'tishi qiyin, uzoq muddat surtiladi. Agar yuzingizda bo'lsa, ko'zingizning ostida, qayeringizda bo'lsa, ketadi. Yumshoq joyingizda bo'lsa. Tushundingizmi? Aha. Bir martaga ichganimdan keyin burunda ham paydo bo'ldi. Qayeringizda? Burun oldida. Birodar, vitinol uni ko'paytirmaydi. U chiqayotgan narsa. O'sha burningizga surting, burningizdagi keyin ko'ring. Surtyapsizmi? Ha, surtyaman. Uni ko'p ichsa ziyon qilmaydi? Yo'q. Rasmga tushirib oling birinchi. Rasmga tushiring. Do и после rasmlarni ko'rsatasiz keyin. Хорошо? Bo'ldi, kattagon rahmat. Tushundim. Хорошо. Bo'pti, birodar. Mayli. Yana kimdir bor efirimizda? Adashmasam. Ha, kimdir bor. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, qahramon aka? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimi, tinchsiz? Rahmat aka. Otamga tizza og'rig'iga yemilish bor devdi-da. Aha. Chuvalchang kapsulasini olib berdik. Shuni ichib boshladi. Hali 1 oy bo'lmadi lekin. Aha. Otangiz necha yoshda? 65 yoshdalar. Aha. Bu ko'p narsani o'zgartiradi keyinchi? Keyin qo'shimcha yana nimalar tavsiya qilasiz? Shuni so'ramoqchi edim aka. Qo'shimchami? Qo'shimcha aynan suyaklar uchun. Tем более yoshi katta ekan, 65 yoshda. Ana uni toping, giyoh toping. Aka, veslari ham bor-da, vesi 100 kilodan ziyod veslari. Birinchi navbatda ozdirish kerak. Bir taraf nimasida tizzasida og'riq bor-da. Birinchi navbatda ozdirish kerak. Bu bir. Aha. Ikkinchisida, ya'ni osteoporoz, ya'ni suyaklar mo'rtlashi. Rus tilini tushunasizmi? Aha.
Polivoy xuvosh, eslab qoling. Polivoy xuvosh bilan sporish degan giyoh bor. Ikkovini qo'shib turib bosib bering. Yoki kukun qilib maydalangda quritilganini asalga aralashtirib bering. 1 choy qoshiq. Nima dedingiz? Yozib oling. Rus tilidagisi polivoy xuvosh. Polivoy xuvosh. Aha. Ikkinchisi sporish. Sporish. Tushundingizmi? Suyaklarni mustahkamlaydi. Sporish o'zi shunday yozilsa kerak-ku. Ana shuni ikkovini tengma-teng aralashtirib, tengma-teng aralashtirib, ana qilasiz. Kukun holatiga keltiring yoki damlab turib bering. Tushundingizmi? Damlab turib, ikkovini aralashtirib, 1 osh qoshiq 200 gramm mochigonniy Mochigonniy da, ya'ni peshob haydovchi va suyaklarni mustahkam, lekin o'tida tosh bo'lmasligi kerak. Yo'q, o'ti oldib tashatganlar o'tini. Bo'ldi, tushunarli. Da, bosib bering. Keyin zig'ir, kunjut urug'larni ko'kartirib bering. Ko'kartirib, qanday bo'ladi u? Sumalakka o'xshatib. Ha. Urug'larni. Tushundingiz-a? Tushundim. Хорошо. Salomat bo'ling. Agar imkoniyatingiz yetsa, kovragidan ham bering. Kovrak bilan qo'shib oldik. Filializga borib. Rahmat aka, to'g'ri. Bo'pti. Mayli. Mamatov, qaytadan o'ylayapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Boya qizim to'g'risida savol berdim, kimligidan suv kelyapti deb. Aha. Yozolmay qoldim. Achchiq bodom yog'ini ana qiling dedim sizga. Paxtaga bu aytdim-ku. Bodom yog'imi? U allaqay deyapti-da, tug'ilganda nimasiga mochva kuzir nimalariga ulanib qolgan bo'lar ekan, lekin ichida. Bo'lmasa chirurgga ko'rsatsak, operatsiya qilish kerak deyapti buni. Yo'q, u 10 oylik dedingizmi? Yo'q, 3 yosh. 3 yosh. Bo'lmasa xat hujjatingiz bilan yonimizga kelasiz. Hozir bir narsa bu yerdan turib bir narsa deya olmayman. O'zi yaqinda 1-2 kunlar bo'ldi bu narsaga bo'lganiga. Детский xirurgga olib borib ko'rsatdik. Aslida shunaqa deyapti-da. Bu shu tug'ilayotganda уже siydik yo'liga kindik ichidan ulanib qolishi mumkin yoki axlat tomoniga ulanib qolishi mumkin. Buni ichidan operatsiya qilib uzib boshlatib tikish kerak deyapti. 3 yoshgacha bo'lmagan shu narsa. 3 yoshgacha bo'lmagan, yaqinda keldi. Mana 1-2 kun bo'ldi, bir marta keldi shu narsa. Birodar, hozir shu achchiq bodomni yog'ini paxtaga botirib shunday qilsangiz nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi, o'zi aniqlar yozib, prosilin bilan tozalab, shunaqa qilinglar deb yozib berdi. 15 kuncha shunday qilinglar, agar to'xtamasa kelasizlar dedi-da. Qilib ko'ring, birodar. Balkim yaxshi bo'lib ketar. Shamollashdan ham bo'ladi bu. Bodom yog'ini rahmat. Ko'ring, qilib ko'ring. Rahmat. Yana kindik haqida o'qib ko'raman, если что. Chunki juda ko'p retseptlarim bor-da. Tushundingizmi? Video qilib chiqarib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi ekan. Yo'q, videoda bu ko'pchilikda bo'ladigan kasal emas bu. Kindikdan suv kelishi. U hidli bo'lishi ham mumkin ekan, qon ashaqa yiring bo'lishi ham mumkin ekan. Hozir bizda unaqa emas. Hid bor uncha unaqa nima emas. O'tkirmas degan. Agar yiring bo'lsa, nimaiki bo'lsa, piyoz dedim-ku, piyozni duxovkaga pishirib, bo'lib parrak qilib bosish kerak. Bosib bog'lab qo'ying. Rahmat sizga katta.
Mayli, salomat bo'ling. Острый цистит bo'yicha nima maslahat beradi? Острый цистит, можжевельник, корни аэроболотного, листья березы, undan keyin lavrovый list. Ana shularni iching qo'shib turib. Yoki lavrovый listni damlamasiga o'tiradigan vanna qiling. Vannani o'tirib, ya'ni iliq holatda, oxirida peshob qilib yuboring. Maza qilasiz. Boshim og'rib ketdi, to'g'risini aytsam. Efirni yakunlaymiz. Soat 1:15 bo'ldi. Kelishdikmi? Xudo xohlasa, ertaga yana efir qilamiz. Salomat bo'linglar.